farmonlar chiqyapti. Shunlardan masalan bizlarga kreditlar tadbirkorlikni nima qilish uchun, tadbirkorlikni boshlash uchun yangidan boshlangan tadbirkorlik ochadigan payti oldin misol uchun avval o'tkazishni so'rardi. Misol 3 oy 6 oy ishlaydi, o'shandan keyin shunga qarab kredit beriladi. Hozirgi kunda yangidan shunday tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lsangiz, hisoblarni ochib, xususiy korxonani yoki ochganingizdan 25% minusda degan kreditlarimiz bor. Shularni tavsiya qilib, misol uchun 3 yilgacha berilyapti, 300 milliongacha, 18 oyga aylanma mablag'. Masalan, jihozlachilar, bu uskuna nima narsalarni olib keladigan bo'lsa, 3 yilgacha berilyapti. Masalan, endi boshlangan 25% berilyapti. Mana bu 24%dagina kreditimiz bor. Bu yoki tadbirkor bo'lib hisob raqamini ochib, kamida 6 oy ishlagan bo'lsa, 6 oydan yuqori bo'lib ishlab amaliyot qilgan bo'lsa, u 24%dan u ham aylanmaga ham, ishlab chiqarishga ham, uskuna nimalarga ham berilyapti. Bunga ham 3 yillik 18 oyga kreditlar berilyapti. 312 sonli qarorimiz bor, prezident qarori bu tadbirkorlik boshlagan payti 100 milliongacha sug'urta bilan 300 milliongacha zalog asosida berilyapti. Bu ham shu tadbirkorlik boshlab 1 yildan yuqori bo'lgan bo'lishi kerak. Amaliyot qilgani boshlagan tadbirkorlik boshlab ishda yurtganiga 1 yildan yuqori bo'lgan bo'lishi kerak. Shunga qarab 100 milliongacha sug'urta asosida kafilligi bilan 100 milliondan yuqori bo'lsa 300 milliongacha zalog asosida berilyapti. Bu nima maqsad? Bu maqsad shu tadbirkorni rivojlantirib, shu tadbirkorlik yetildan masalan siz yurgan xodimlar ishga olinishi yo'lsa soliq to'laysiz, soliq to'lovchi bo'lib kirasiz. Byudjetga pul tushish maqsad. Maqsad tadbirkorligimiz rivojlansa, hamma joy chet el nimasidan tushib, eng nimasi yuqorisi tadbirkor. Xususiy nimalar qolmadi o'zimizda, davlat korxonalari nima degan narsalar qolmayapti. Hamma jadallik nima qilgan tadbirkorlikka.